Bu video aptekachilar, apteka sohasiga qiziqib yurganlarga juda ham mos keladi. Sababi mana shu ruxsatnomani o'zini olish ham qiyin. Apteka uchun tayyor ruxsatnomalardan olingan 63 metr kvadratli noturar joyimiz sotuvga qo'yildi. Chust tumani, Yangi O'zbekiston massivi, shundoqqina poliklinikaning yonida. Eslatib o'taman, bu yerda 12,5 mingta aholi bor va hozirgacha hali birorta apteka ish faoliyatini boshlamagan. Lekin mana shu aptekani sotib olib boshlab olsangiz bo'lar. Kirganimizda demak, mana bu tomonga turli xil haligi kasha-pasha nima bilan teradigan alohida polkasi, o'zini Avalon konditsionerini o'rnatib qo'yishgan. Asosiy savdo punktimiz mana bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, vitrinalarni ham katta qilib, chiroyli qilib o'zlari uchun mo'ljallab turib, yaxshisini qo'yishgan. Ancha dori mahsulotlari sig'ib ketaveradi. Hujjatlarni olishganing uchun hamma narsa standart bo'yicha. Bu esa o'zining omborxonasi, svecha va shunga o'xshagan turli xil maxsus dorilarni saqlash uchun xolodilniklarni ham graduslar bilan o'lchaydiganlar bilan o'rnatib qo'yishgan. Bu yerda ham o'zining alohida konditsioneri bor va yana bitta narsa e'tibor berib qo'yasiz. Mana bu yerda umumiy sanuzuli, vannalari bilan birgalikda. Bu yerda esa ishchilarning ovqatlanishi, kiyinib yechinishi uchun mo'ljallangan xonamiz ham mavjud ekan. Yana bitta sanuzulimiz ham bor. Buni ta'mir holatlari ham juda ham yaxshi holatda ekan. Podyezdga chiqadigan alohida yo'lagimiz ham bor. Dori keladigan bo'lsa, bu tomondan podyezd tomonidan ham qabul qilib olishingiz mumkin. Sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Qisqa qilib aytganda, tayyor olasiz, sohani ichida bo'lsangiz gazini bosangiz yoki boshqa maqsadda ham foydalanishingiz mumkin. Joyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud ekan. Hujjatlari noturar va notariusga tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, 53,850 dollar. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu joyni sotib olishingiz mumkin. Mana bitta qiziq tomonni aytish esimdan chiqib qolay debdi. Xuddi shu aptekamiz yonida turar joy shaklidagi 4 xonali kvartirasi ham bor ekan. Mabodo shu yerda yashab, maza qilib o'zim ishlayman deydiganlar bo'lsa, buni ham sotib olishingiz mumkin.